Assalomu alaikum everybody. Welcome back to our English lessons. Bugun biz juda muhim mavzuni o'rganamiz. How to remember English words fast and easily. Ko'pchilikda bir muammo bor. Yodlaydi, lekin so'zlar esdan chiqadi. Nega? Bugun men sizlarga oddiy va samarali 3 usulni ko'rsataman. Qani boshladik. Birinchi usul kontekstda yodlash. Learn in context. So'zni alohida emas, balki uni gap ichida yodlang. Masalan, achieve erishmoq. If you work hard, you will achieve your goals. Bu birinchi usul edi. O'sha gap bilan birga so'z yodlaganingizda esda qoladi. Endi esa ikkinchi usulga o'tamiz. Tasavvur bilan yodlash. Visual memory. So'zga mos rasm yoki voqeani tasavvur qiling. Misol uchun, journey, sayohat. Ko'z oldingizga samolyot, yo'l, ko'priklarni keltiring. Bu orqali miyangiz o'sha so'zni his qiladi va eslab qoladi. Esa oxirgi 3-usulga o'tamiz. Ovoz bilan takrorlash. Speak it aloud. So'zni faqat o'qib emas, baland ovozda ayting. Har kuni o'zingiz bilan gaplashing. Today I learned the word struggle. I always struggle with time. Shunday qilib tilingiz va miyangiz o'rganadi. Xulosa qilib aytsam, birinchi usul kontekstda yodlang, ikkinchi usul tasavvur bilan bog'lang, uchinchi usul baland ovozda takrorlang. Sizga eng ko'p qaysi usul yoqdi? Fikringizni kommentariyaga yozib keting. Sizga ushbu video foydali bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. See you in the next lesson. Don't forget, practice makes perfect.